Akalar, sizlar uchun zo'r life hack. Videoni oxirigacha ko'ring. Oxirida like bosing, obuna bo'ling. Masalan, siz moyingizni almashtirishingiz kerak. Birinchi moyida gibridlar 3,5 mingda almashtiradi. Dasturga kiramiz. Mana oxirida mana servis bo'limiga o'tamiz. Mana probek to shuni bitta bosasiz. Mana birinchi moyingizda sizga 3,5 ming kilometr bo'lganda eslatadi moy almashtirishda. Keyingisini tab yana shu joyga bosamiz. Mana buni 3,5 mingga 5 ming qo'shasiz. Gibridlarda keyin birinchi moy almashtirish 3,5 mingda, keyingilar har 5 mingda. Gibrid moyingiz kelgan payti sizga servisga borib moy almashtiring deydi mashinani o'zi. Mana tablozga chiqadi. Esingizdan chiqib ketmaydi, mashinani o'zi eslatadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling. Xudo xolasa bundan keyin yana zo'r life hacklarni ko'rsatib boraman.